Endi siz hatto ingliz tilini bilmasdan Dubay kompaniyalariga ishga kirib, oyiga 15-20 ming dollar daromad qilishingiz mumkin. Hattoki diplom ham shart emas. Biz sizga ana shunday imkoniyat beramiz. Qanday qilib deysizmi? Hammasi juda oddiy. Siz endi bizni jamoamizga qo'shilib, ko'chmas mulk bo'yicha realtor sifatida ishlashingiz kerak bo'ladi. Biz Toshkentda o'z jamoamizni kengaytirmoqdamiz va siz bizni jamoamizga qo'shilib, hattoki Toshkent shahrining o'zida turib Dubaydagi ko'chmas mulklarni sotishingiz va har bitta bitimdan 30-40 ming dollarlab komissiya ishlab topishingiz mumkin. Buning uchun albatta siz mijozlar bilan gaplashish, ularni ko'ndirish, investitsiya qilishga ishontira olish qobiliyatingiz bo'lishi kerak. Agar sizda bu borada bilim bo'lmasa, biz sizga Dubay ko'chmas mulk bozori haqida noldan hammasini o'rgatamiz. Va albatta siz to'g'ridan to'g'ri bizga ishga kirishdan oldin shogirdlik va amaliyot dasturimizni o'tab o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar bu borada sizda savollar bo'lsa, hozirroq murojaat qiling, adminlarimiz to'liq ma'lumot berishadi.